Qo'yish do'stlar. Mana 20-yanvar Sankt-Peterburg tarif elit. Xudo xolasa liniyani qo'ydik. Yo'qmi? Ketaveramiz. Halicha zakaz yo'q. Zonada ekanmiz. 1.8. Qo'yish do'stlar. Birinchi zakazni qildik. Ancha kutdik lekin. Ancha kutdik. Faqat mana zakazcha. Zonadan chiqib qolamiz, zonaga kirishga harakat qilamiz. Dalshi ketdik. Qo'yish do'stlar. Ikkinchi zakazimizni olib keldik. Пока что вообще слабо. Нормально chiqsa. Qo'yish do'stlar. Mana soat 9:45. Yarim soatlik ishimiz chiqib qoldi. 3-chi zakaz keltirdik. Bizga keyingi zakaz. Qo'yish do'stlar. Bugungi kundagi eng qimmat zakazlarimizdan biri. Hozircha soat millari 12 o. Chotki. Do'stlar, soat millarimiz 2. Ayni bizniki nima desa, yangi novichok. Shuning uchun unaqangi professional bo'lmayapti. Unday bo'lyapti, to'g'rilab ketaveramiz. Короче, hamma zakazni olishingizdan chiqib ketyapti. Ya, в принципе, o'ylayman, hamma zakazda o'zi yo'q-ku. Mana yana bitta zakazlarimizdan biri. Soatimiz 3:30 Sankt-Peterburgda dalchi bo'lishga ketaveramiz. Kechqurun itoqni ko'rsatamiz. Aeroport Pulkovada bizlar. Ochirtimiz 1.5. Tagga cho'qirgan pandusni tagiga. Xudo xolasa olamiz kerakli zakazda. Qanaqa zakaz kelishini aytamiz. Mana aeroportdan Pochta Aleksandr Nevskiy degan joyga keldik. Peterning qoq markazida internet yo'q. Gayet o'g'illar aytqiyotdan o'g'da. Jigitlar, mana keyingi zakazimiz zonadan olgan ekanmiz. Shuncha bonus berdi. Dalshi ketdik. 15 ta zakaz 1674 so'm bo'lgan. Где-то shu 10 soat ishlandim. Oxirgi video qilish esdan chiqibdi. Aybga buyurmaysizlar. Bu safargilar yanada yaxshiroq chiqadi.